Millat fidoyilari. Serjant Dilshod Asanov Jumayevich 1975-yil 31-martda Farg'ona shahrida dunyoga kelgan. 1993-yilda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida xizmatini boshlagan. U 1997-yil O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safiga qabul qilindi. Qalbiga, ongu tafakkuriga jo bo'lgan vatanparvarlik, ona yurtga sodiqlik tuyg'usi unga hamisha kuch berardi. U komandirlar buyrug'iga so'zsiz amal qilar, ulardan harbiy taktik mashg'ulotlarni mustahkamlash barobarida hayotiy tajribalardan ham saboq olardi. 2000-yil avgust. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Uzun tumanlariga bostirib kelgan yovuz dushmanlarga qarshi kurashda mard o'g'lonlar safida serjant Dilshodbek Asanov ham bor edi. U safdoshlari bilan birgalikda jangovar vazifani bajarish chog'ida qahramonlarcha halok bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga muvofiq jasorat medali va bir qator esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. Uning nomini abadiylashtirish maqsadida Farg'ona shahridagi 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida byust o'rnatilgan. Farg'onaning xushmanzara ko'chalaridan biriga Dilshod Asanov nomi berilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.